Assalomu alaykum azizlar. Demak, ayni damda biz tunu kun bir xil hayot qaynaydigan aeroportdamiz. Siz savol va xayr loyihasini tomosha qilyapsiz. Demak, boshladik. Markaziy Osiyoda ikkinchi o'rinda turuvchi Toshkent xalqaro aeroporti kecha kunduz yo'lovchilar bilan gavjum. U yerdan havo transporti vositasi orqali har kuni minglab yo'lovchilar safarga otlanadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Bitta oilaga o'xshayapsizlar. Mayli, qo'limda turib qolsin. Xo'jayin gapirtiravering. Mayli, unda bu yoqimda taqib qo'yaman sizga. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Qayerga ketyapsiz? Biz Sharm-el-Sheyxga, xudo xolasa, Sharm-el-Sheyxga. Damagan oilaviyda. Nechta farzandingiz bor? 4 ta, xudoga shukr. 4 ta. Bular Hasan Husanmi? Yo'q, Hasan Husan emas. Shohsamon. Ey Shohsamon Shahobbos. Shahobbos. O'xshar ekansizlar esa bir-biringlarga. Hamma Hasan Husan deyishadi-da. Ha, bu qimmatga tushib ketmadimi? Shuning uchun oilani olib ketib, er-xotin o'zinglar ketsanglar bo'lardi. Endi oila uchun nima uchun ishlaymiz o'zida? Shu oilamiz uchun ishlaymiz-ku, o'shaning uchun. Tez-tez sayohatga chiqib turasizlarmi? Ha, tez-tez chiqamiz. Qatlar borgansizlar? Zaman Toshkent. Yo'q, yo'q. Yana qatlarga? Farzandlarimiz bilan birinchisi. O'zimiz er-xotin ko'p chiqib turamizda. Asli qayerlikdasiz? Biz Xorazm. Ellik qal'adanmizda, Qoraqalpoqdanmizda. Xorazm deymiz, Xorazm yaqinimizda, o'shaning uchun. Nimaga bolalar bilan chiqishni bir niyat qildingiz, chiqdinglar? Endi farzandlarimiz bilan chiqsak, bular ham dunyo qarashi katta edi, ular ham chet elni ko'rsin. Mana o'zingiz sayohatga chiqarkansiz, nima o'zgaradi insonda sayohatda? Sayohatda stress yo'qoladi. Ko'p yangilik olib kelamiz. O'zimiz ish bo'yicha ham yangilik olib kelamizda. Qalaysizlar, bolalar hayajonlanasizlarmi? Hayajonlanib birinchi bo'lgan. Birinchi marta bo'lgan. Birinchi chiqishida bolalarni. Nima kutyapsizlar qani sayohatda? Samolyotdan qo'rqmayapsizlarmi? Yo'q. Biz bitta narsasidan qo'rqaman-da. Nimadan? Qulab tushishidan. Samolyot qulab tushishidan qo'rqasan-a? Xudo xolisa qulab tushmaydi. Qulab tushganini ko'rganmisan o'zi televizorlarda? Televizorlarda ko'rganman. Qo'rqamisan? Kinolarda ham ko'rganman. Maktabda o'zi yaxshi baholar o'qiysanmi? Bu adanglar sizlarni shuncha pulga olib ketyaptilar, to'g'rimi? Ishlab, qiynalib, to'g'rimi? Sizlar nima qilib yerdingiz bu sayohatga chiqish uchun, adanglar xursand qilish uchun? Bizami telekomda beshlar, baholar, aytgan ishlarini qilib, nodishgarim. She'r bilasanmi, she'r? Qani bitta she'r aytib ber. Ded Moroz, dedim yo'lchi pulnos, anane, formariki, zallotoy, shariki. Yana bir danasini bilaman. Qani? Qip-qizil dragon faqat yeb to'ymas, u uchun foydali, odamlar uchun zararli. Молодец. Faqat tushunmadim-ku, lekin zo'r. Qani bu qizlardan so'raylik. Ismingiz nima? Shohnura. Shohnura. Xo'sh, siz nima kutyapsiz sayohatdan? Menmi? Shu aylansin. Aylanish. Menimcha aylanadigan yeri yo'q-da u yoqda. Borganmisiz oldin? Yo'q. Birinchi. Birinchi, boribdi Sharm-el-Sheyxda zo'r aylangan. Divinglar o'zi yaqinda oilaviy borib keldik, maza qilib. Men ham rus tili o'rganyapman. Sayohatdan nima kutyapsiz? Bilmayman, borib ko'ramiz. Sayohatga kimni ko'ndirdi? O'zi ikkalamizdan chiqqan fikrda. O'zi oldin ham xo'jayinim ko'p aytardi, men bolalar kattaysin, katta bo'lgandan keyin olib borishamiz deb ikkalamiz ko'p chiqamizda. Endi bu safar bolalar bilan niyat qildik, shu dam olishda bolalarni olib borishga. So'nggi yillarda respublikamizda xorijda ishlayotgan fuqarolarga nisbatan munosabat tubdan o'zgarib, ularning muammo va ehtiyojlarini o'rganish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda. Aeroportda turli yo'nalish bo'yicha parvozga tayyorlanayotgan yo'lovchilar orasida xorijda mehnat qilayotgan fuqarolarni ham uchratdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinch, rahmat. Qayerga ketyapsiz? Novosibirga Yo'l bo'lsin. ishlaymiz. Nima ish qilasiz? Dvorniklik qilamiz. Ozodagarchilikga o'tdi xaridlar. Oyligingiz qancha? Har xil. Sir bo'lmasa. 80-90 Dollarga. dollarga emas, rossiyskiy. Rossiya. Sovuq-ku. Necha yildan beri ishlaysiz? 2 yil bo'ldi. Undan oldin nima ish qilgansiz? Undan oldin shu tirikchilik o'zimizga. Qayerda o'zingizlar? Tojikiston. Tojikistonda? Nima sabab bo'ldi u yoqqa ketishingizga? Ishlaymizda. Oylik ko'proq, Tojikistondan ko'ra. Yosh katta bo'lganda qiyin emasmi? Qiyin emas. Yermakda.
Ermangmi? Ha. O'ta yaxshi munosabat qilishadimi sizlarga? Ha, yaxshi, yaxshi. Endi har xil videolar chiqib ketganda odam xavotir oladi-da. Yo'q, yaxshi. Farzandlaringiz nima ish qilishadi? Aeroportda administratsiya. Tojikiston o'zida aeroportda Yo'q, ishlashadi. Talmachovda. Novosibirda. Farzandlaringiz o'sha yerda ishlashadimi? O'zim ham nima haydayman, mashina haydayman, polga bordim. Sayohat sizga nimani o'rgatadi? Mana ko'p sayohat qilar ekansiz, shahardan shaharga uchar Hozir ekansiz. Arabistondan kelyapman. Hozir Arabistonga kelyapsizmi? Makkadan kelyapman. Mashalloh, umra safarlarini bajarib kelyapsiz. Alloh dargohida qabul qilsin. Kim olib berdi putyovkalarni? Viza bilan o'zimiz oldik. O'zingiz oldingiz, o'zingiz uchun, ha? Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat, Oq yo'l. rahmat, Rahmat. Xo'p. Sharm Shayx, Dubay, Turkiya, Vyetnam hamma davlatlarning sayohatlarini o'ziga tortuvchi jozibador maskanlari bor. Ayniqsa Istanbul o'zining maftunkor tabiati va qadimiy yodgorliklari bilan kishini o'ziga jalb etishi tayin. Umuman aytganda, sayohat bu ruhiy, balki jisman ham yangilanish demakdir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yo'l bo'lsin. Rahmat. Qayerga? Istanbulga. Nima ishlar bilan? Xudo xolasa, больницаga ketyapmiz. Davolanishga. Nimaga O'zbekistonda, Toshkentda davolanmadingiz? Imkon bo'lmadimi? Nima sabab Istanbulni tanladingiz? Yo'q, bu yoqda ham imkonlar bor. Bu yoqda yaxshiroq. Doktorlar yaxshi. Muomalalar, hamma narsa. Avvalom ixlos deydi-ku shunaqa. Yo'q, birinchidan uchish o'zi hayajonli. Yo'q, o'rganib ketganmiz. Ko'p uchasiz, sayohat. Unda sayohat haqida gaplashaylik. Siz bilan sayohat nima siz uchun? Sayohat, energiya, sog'liq birinchi o'rinda. Yashashga yana ham kuch-quvvat. Eng esingizda qolgan sayohatchi? Farzandim, ota-onam bilan borganlarim. Sog' salomat bo'ling. Xudo xolasa Toshkentda sizni sog' salomat, Alloh kayfiyatda kutib qolamiz. Inshaalloh, rahmat sizlarga ham. Rahmat. Assalomu qilib oling muolajalar. Rahmat, Sog' bo'ling. rahmat. Xo'p. Aeroport hududiga kirgan har bir yo'lovchi u yerdagi tartibga qat'iy rioya qilish talab etiladi. Yo'lovchilarga ko'rsatiladigan xizmatlarni yanada sifatini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan ayrim qoidalar mavjud. Masalan, oddiy duxi yoki sochga sepiladigan laklarni qo'l bagajiga olish mumkin emas. Yaqinda men o'zim shu yerdan uchdim va oddiy kichkinagina bolam tirnoq olish uchun qaychicha olgandim, shuni o'tkazishmadi. Tanish bilish ham qila olmadim. Talablar juda yuqori, juda yuqori. Va ushbu talablarga rioya qilish aeroportlarni yuqori darajadagi xizmat ko'rsatishini tasdiqlab turadi. Noxush vaziyatlar tug'ilmasligi uchun talablarga qat'iy rioya qilishadi. Sizni holatingizdagi kichkina qaychi bo'lsa ham o'tkir tig'li narsalarni samolyot bortiga olib o'tish mumkin emas. O'zi nima mumkin, nima mumkin emas? Nima mumkin, nima mumkin emas. Aviatsiya xavfsizligi talablariga muvofiq qurollar, sovuq qurol, o'q otar qurol, portlovchi moddalar, ximiy jidkistlar, ya'ni suyuqliklar, 100 ml-dan oshiq idishda suyuqliklar, nima bo'lishidan qat'iy nazar, dronlar mumkin emas, ish qurollari mumkin emas, bortga, ya'ni qo'l yukida olib o'tish. Bagajda u narsalarni olib o'tsangiz bo'ladi. Qo'l yukida olib o'tish mumkin. Yana bir talab oldin ham bor edi. Bu narsa hozirda juda ommalashib ketdi. Akkumulyatorlar, ya'ni power banklar telefonlarga. Power banklarni majburiy tarzda hozir qo'l yukiga joylashtirish belgilangan, ya'ni bagaj qismiga emas, samolyotda o'zingiz bilan olib yurish kerak. Chunki bagaj qismida power bank yuqori bosim ostida yoki qandaydir texnik nosozlik sababli yong'in keltirib chiqarishi mumkin. Bilasizlar, agar u quvvatlangan bo'lsa, zaryajniy bo'lsa, o'zidan o'zi самопроизвольное воспламенение deydi, shunaqa holatlar uchrab turadi. Shu sababli qo'lingizda olib yurishingiz kerak, qo'l yukida shu yong'in kelib chiqish holatini tezda payqab, tezda bartaraf etish uchun. Oddiy suv nimaga mumkin emas? Bizning aeroportda salkam 2000 ga yaqin yo'lovchi chiqib uchib keladi, uchib ketadi. Bir kunda 250 litr reys bo'ladi. Har bittasini ichidagi suvni sostavini tekshirishi prosta fiziki iloji yo'q. Xalqaro tajribadan kelib chiqib o'rnatilgan qoida. Oddiy suv ko'rinishida zaharli moddalarni olib o'tib, pilotlarni zaharlashga urinishgan. Aeroportda ichidagi suvni kim kontrol qiladi? Masalan, ular dasmotrdan o'tadi. Tan olsangiz mumkin. Chunki u ichkarida olingan narsalarga javobgarlik bor.
javobgarligi belgilangan va nazorat qilinadi doimiy. Boya aytgandek, har bitta yo'lovchinikini alohida tekshirib o'tish iloji yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men tanidim sizni. Rahmat. Xayollaringiz parishon. Qayerlarga ketyapsiz? Hozir o'qishga Dubay ketyotgandim. Chemodanim yo'q, hozir topolmayapman, eslolmayapman qayerga qo'yganimni. Voy, shunaqacham bo'lar ekanmi? Eslolmayapman-da hozir. Qayerga qo'ydim, endi qanaqa topaman, uni hozir umuman tushunmayapman. O'zi qayerda o'qiysiz Toshkentda? Asli qayerlisiz? Toshkentda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy universitetga dizayn institutida o'qiyman. O'zim asli Qashqadaryolikman. Toshkentda o'qishga kelganman. Endi Dubayga ketyapman magistraturani o'qishga. Shunda hozir chemodanimni yo'qotib qo'yganman. Xo'p, shu xavotirdaman hozir. Xavotir olmang, aeroport xodimlari albatta topib berishadi. Ha, topib bersa kerak. Endi hozir aloqaga chiqyapman ular bilan. Yaqinda men o'sha Sharm-Shayxga uchayotganimda kichkina bolamni chemodanni qoldirdik va birinchi qilgan ishim sizga telefon qilib kimga murojaat qilishim kerak dedim. Har bitta aeroportda Lost and Found xizmati bor, ya'ni bagaj qidiruv xizmati. Bagaji buzilgan bo'lsa, misol uchun baloni silinib qoldi yokida shikastlangan qaysidir darajada yokida umuman kelmadi bagaj. Birinchi bo'lib shu Lost and Found xizmatiga murojaat qilishadi. Bu uchun nima kerak bo'ladi? Uchib kelganlar. Men uchib ketayotganda yo'qotib qo'ydim. Tamojdada qolib ketdi. Uchib ketayotganlar ham barcha xizmatlar muvofiqlashtiriladi. Ya'ni kooperatsiya degan tushuncha bor-ku. Har bitta xizmat yo'qolgan narsani Lost and Foundga olib borib beradi. Mana shu joyda topildi. Agar birkasi bo'lsa, mana shu yo'lovchiniki, mana yokida birkasi yo'q bo'lsa, mana bunaqa ko'rinishda, mana bu joyda, mana bu vaqtda topildi deb kerakli hujjatlar bor, o'shalarni to'ldirishadi, topshirib ketishadi. Ketayotgan yo'lovchilar ham qaytib kelib, holatni Lost and Foundga tushuntirib, vaziyatni, pasport ma'lumotlarini taqdim qilgan holda va посадочный talon deymiz, bortga chiqish talonini taqdim qilsa, o'sha yerda siz ma'lumotlaringiz yozilgan bo'ladi, solishtirishadi, berib olishadi. Sho'roqpa topdim. Aytdim-ku, topib berishadi deb. Aeroportda hech narsa izsiz yo'qolmaydi. Reyslar orasidagi almashish vaqti uzoq parvozda muhim ahamiyatga ega. Bunday tranzit parvozdan unumli foydalanish yo'lovchilarga qulaylik keltiradi va ortiqcha stressdan asrash mumkin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshimiz. Yaxshi. Qayerga uchib ketyapsizlar? Biz Bishkek shahridan uchib ketyapmiz. Bu Qirg'iziston. Biz o'zimiz Dushanbe shahrida bo'ldik. 2 kunlik o'quv ish charasi bilan anan hozir Toshkent bilan ketyapmiz. Aylanib ulgurmadinglar Toshkentni. Anday vaqtimiz bo'lgan yo'q. Sebep deganda yarim soatdan keyin biz 1,5 soatdan keyin samolyotimiz bo'ladi. Shuning uchun Toshkentni ichini aylana olgan yo'qmiz. Sayohatchi nimani o'rgatadi sizga? Nimasi yoqadi, nimasi yoqmaydi? Sayohat bu o'ta yaxshi narsa. Sebep deganda bu birinchidan elni taniysan, ko'rasan. Ikkinchidan o'ta bunday yaxshi mumkinchilik beradi. Boshqa odamlar bilan tanishib, сөйлөшүп, ошолор менен баягы оюңду бөлүшүп, мына сиз дейле болчу. Ошон үчүн бул саякат өтө мындай мүмкүнчүлүгү көп нерсе да. Көп тараптуу. Жокмаган томону нема саякатты? Бир аз эми жолдон чарчайсың. Анчалык деле мындай жакпай турган нерсеси бар деп айта албайм да мен. Саякат бул өзү жакшы, абдан жакшы нерсе. Ташкентте мен дагы 1-2 жыл мурун болгом. Ташкентте аябай жагат. Ташкент таза, жашыл, аябай дос пейил элсиңер. Кай жакта жүргөлү, кандай саякаттабайлы, баары өзүбүздүн үйүбүз жакшы, мекенибиз. Аман өзүнүн yurti жакшы. Аябай мекенибизди жакшы көрөбүз. Рахмат каттакон. Жакшы этип алайли. Xo'p, rahmat. Rahmat. Aeroportdagi kofe eng qimmat va eng shirin kofe bo'lsa kerak. Men esa juda go'zal suhbatdoshlarni topib oldim. Ketdik. Assalomu alaykum qizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kim qayerga otlandi? Biz Istanbulga har doimgidek. Har doimgidekmi? Biznes hamma dam olishga ketyapmiz bola bilan birga. Bizani ko'rsatuvimizning nomi Salom va xayr va qanaqadir bir kunlik bir sayohatlarni, uni hissiyotlarni ko'rsatishga harakat qilamiz tomoshabinlarga. Qani buguningizni eslab bering, mana bugun kechangiz qanaqa o'tdi? Sayohatga tayyorgarlik.
bugun biz o'zi anchadan bir boramiz Istanbulga. Bugun to'g'risi ham hayajonli o'tdi. Kechqurundan boshlangan nirvotrobka, lekin hammasi o'tib ketdi. Xudoga shukr. Shu biletimga otimni boshqacha yozib qo'yishibdi. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Bo'lar ekan shunaqasi ham. O'shanga nima bo'lar ekan, mumkinmi, mumkin emasmi deb azgina переживать qildik. Lekin hammasi yaxshi. 20 yildan beri borsam, biron marta biletimni o'qimagan odam edim. Kecha vdruk nimagadir Alloh yuragimga solib mundoq o'qib biletim ertaga desam, mundoq qarasam, Midak xon deb yozib qo'yishibdi. Voy, nima olishdi deyapman, o'sha ertaga uchadigan. Biz 4 kishi birlamiz, bir-birimizni anaqa qilmaylik, podvoydit qilmaylik deb tekshirdim. Yo'q, shunaqasi ham bo'lib turar ekan. Noto'g'ri yozib qo'yishgan. Ulgurishda 300gacha. Yo'q, ulgurildi, hammasini to'g'rilab anaqa qilib yuborishdi. Shu bilan o'tdi, baraka topsin. Mayli, O'zbek havo yo'llari ham juda ham zo'r kompaniya. Har doim O'zbek havo yo'llarida uchamiz. Hamma anaqa uslugalari hamma yog'i zo'r. Xudo xolasa, mayli bu safargi safarimiz ham xayrli, barokatli o'tsin. Esda qoladigan bo'pti. Sizlarda qanaqa voqealar bo'ldi? Men endi birinchi marta uchyapman. Opamlar meni olib ketyaptilar. Turkiyani, Istanbulni aylantirib kelaman deb, xudo xolasa. Endi hayajonda ketyapman. Birinchi marta samolyotga chiqishim to'g'risi. Unaqa hayajonni etmaydi. O'sha hayajoni ham bosdi-da, bularni endi birinchi marta olib ketyapman. Vdruk menda bunaqa anaqa. Siz qolib ketdingizmi? Qachondan beri kutayotgan anaqalar edi. Yo'q, hammasi yaxshilik bilan. Esalomon borib, esalomon kevalinglar. Hech qanaqa sayohatimiz maroqli o'tsin deb umid qilaman. Istanbulda nimasi tortdi sizni birinchi navbatda? Endi mana endi borib ko'raman. Men faqat televizorlarda, telefonlarda ko'rganman. O'sha saroylari, qushlar, kabutarlar uchib turganlari, Istanbulda dengizi, asosan shu dengizini o'z ko'zim bilan ko'rgim kelardi. O'sha havolarda nafas olib, o'sha sayohatlarni kemalarda uchib, xudo xohlasa sayohatlar qilish niyatimiz bor. Iloyim Alloh nasib qilsin. Maza qilib aylanib kelaylik, xudo xohlasa. Xudo xohlasa xayrli bo'lsin safaringiz. Siz ona boshi shekilli endi. Yo'q, biz kechadan beri o'sha opani problemasi bilan aybim, men bilet olganman bularga. Xo'jayinlardan ham gaplarni eshitib oldik. Xullas, mana eson-omon o'tib oldik registratsiyalardan. Men shu opani problemasi bilan yurdik kun uzoq. Mayli, hech ham unaqa bo'lmaganda-da. Xayrli bo'ldi. Yo'q, bu ko'p bo'ladi. Menda ham tur agentstva bor. Menda ham xatoliklar ketib qoladi bir xillari. Lekin hozirga rosa havasim kelyapti. Shuncha o'rtoq, mana 4-o'rtoq keling bundora. Mana bu qiz aktrisamizni kliplarda ko'rgandirsizlar. Rosa havasim kelyapti. Mazza. Yana Istanbulga. Bizga qo'shiling siz ham. Xudo xolasa. Kelsa syomkadaman-da. Sizchi birinchi marta ketyapsiz shekilli o'zi. Shuncha syomkaga chiqib turib, shuncha syomkaga gastrolga chaqirishganda bora olmaganman. Endi opalarim bilan aylanish nasib qildi bugunga. Hayajonli? Bunaqasiga hayajon bo'lmaydi. Bilmagan davlatingizga borasiz. Ko'rmagan narsalaringizni ko'rasiz. Har xil tarix obidalar, bozorlari. Biz endi ayol kishi kiyim-kechaklarni yaxshi ko'ramiz-ku endi. O'sha Shappagonik, shopping qilib kelasiz. Ayniqsa biz. Ayniqsa aktrisalar. Aktrisalar. Mayli, esalomon borib kelinglar. Xudo xolasa yaxshilik ko'rishinglar. Toshkentlarda. Sog' bo'linglar. Rahmat. O'rtangizga o'tirib oldim. Aytganingiz esa rahmat. Ilgari kutib oluvchilar zal ichkariga kiritilmasdi. Hozirda xavfsizlik masalalariga e'tibor bergan holda mehmonlarni kutib olish uchun bemalol ichkariga kirish mumkin. Bir sutkada 20 mingdan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatadigan aeroportning kutish zali odamlar bilan gavjum. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat. Kimlar kutyapti chiroyli gullar bilan? Yaqin insonlarimmi? Turkiyadan, Istanbuldan uchib kelishyapti. Oyisi bilan birga. Qizingizlar? Yo'q. Yaqin o'rtog'im. Do'stingiz onalari bilan kelyaptilar. Qani shu tanishingiz bilan eng yorqin, eng esda qolarli bir holatdami, bir voqeani aytib bering. Ko'p bo'lgan unaqa holat. Bittasini eslab bering. Tog'da, o'zimizda, kanatkada uchganimizda termishok sal bo'shab qolganda, o'shanaqa bo'lish kerak edi o'zi, surpriz sifatida. O'shanda vahimani zo'r bo'lgan. Ati uyushtirgansizlar? Ati uyushtirganmizda. Merimi bo'lganmi unda? Нет. Просто tug'ilgan kuniga shunaqa tabrik bo'lgan. Shular qo'rqinchli tabriklaringiz bormi? Ya'ni indamay gullar bilan kutib olishingizga necha? Bu endi bu ichki tuyg'u. Hop, u insonga ta'rif bering. Qanaqa inson? Betaraf.
ajoyib. Одним словом. yaxshi shunaqa erkaklar bor ekan gullar bilan kutib oladigan juda ham Hamma kamdan ishimni kamman tashlab, o'zim rejissyorman, prodyuserman o'zbek filmida. Syomkamni to'xtatib keldim kutib olishga. Psixologlarning ta'kidlashicha, homilador ayol albatta go'zal va tinch maskanlarda uzoq vaqt bo'lishi farzandining sog'lom va baquvvat tug'ilishiga omil bo'ladi. assalomu alaykum yaxshimisiz yaxshimisiz tanidingizmi tanidim sizni qayerdan kelasiz Antaliyadan xo'sh sayohatlar, aylanib, ta'tildan sovg'a salomlar bilan kimlar bilan ketdingiz bir o'zim yolg'iz. bitta o'zi Antaliyaga Judayam zo'r maza qilib dam necha kun oldim. dam oldingiz Bir hafta dam oldim. Maza qilib. o'zi nima ish qilasiz O'zim hozircha dekretdaman, lekin jurnalist edim. Ta'til gazetasida. So'masmi Antaliya cho'mil oldingizmi Juda issiq. Dengizga kirsak bo'ladi, 25 harorat, issiqlik, dahshat, maza qilib aylanib keldim. Hozirda sezoni borish kerak-da, yozda juda issiq bo'ladi. Hozir mana eng yaxshi sezon, maza qilib aylanib keldim. Dekretda bo'lsangiz bolangiz qanday? Yaxshi. Qorningiz ham uzr. Sezimanmi? Kichkinagina sizda. Qiyin bo'lmadimi homiladorlikda? Yo'q, maza qilib aylanib keldim. Yana bitta o'zingiz. Yo'q, dugonam ham u yoqda turmushga chiqib ketgan, uni ham yo'qlab aylanib ko'rib keldim. Doimiy sayohat qilaman. Gruziyaga bordim, Antaliyaga bordim, Rossiyaga. Men sayohat juda ham yaxshi ko'raman. Inson sayohat qilib turishi kerak deb o'ylayman. Nima beradi sayohat sizga? Motivatsiya beradi, kayfiyatingiz, yashashga bo'lgan ishtiyoqingiz ko'payadi. O'shaning uchun har doim sayohat eng kerakli narsa deb o'ylayman. Har bir inson sayohat qilishi kerak. Hozir Sayohat qilish kerak, aylanish kerak. Hada puli bosib o'tish kerak emas. Tomcha puli yeyish, aylanish kerak. Odam yosharadi, chiroyli ko'rinadi. keyingi sayohat qachon va qayerga? Keyingi sayohat xudo xolasa chaqaloq qo'limga olganimdan keyin oilaviy yana bir joylari o'ylab turibmiz hozir. Dubayga deb taxmin qilib turibmiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mayli, eslaman qutulib oling. Rahmat kattakon. Lekin mana shu o'xshamadingiz, ayniqsa tushayotganingiz sezmadim. Bilmadim. Qanaqami? Qandoq bu o'tqizishadimi anaqadan? Yo'q, u yoqdan bansiga kirishga majbur bo'lib qoldim. Ruxsat berishmadi. U yoqda частный klinikaga borib, ruxsatnoma yozdirib, keyin o'tib keldim. Demak, azizlar, siz salom va xayr loyihasini tomosha qildingiz. Men esa ketdim. Bu safar qayerga yo'l oldingiz? Vyetnamga. Tur paketi qayerdan oldingiz? Albatta, Kabir turdan. Uy, manzarani qarang.